أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Zulümgə uçurğucudan başqa hər qandaq kişinin aşkara yaman söz qilishini Allah yoqtirmaydi. Zulümgə uçurğucuning zalimdan shikoyat qilishiga va uningga duoibət qilishiga bo'ladi. Allah zulümgə uçurğucuning duosini anglığıcıdır. Zalimni bilguchidir. Sizlar aşkara yoki yoshurun bir yaxshilikni qilsanglar yoki birər yomonlikni kechirsanglar savob topsizlar. Shubhisizki Allah afu qilguchidir. Qudratlidir. Shubhisizki Allahni va uning payg'ambarlarini inkor qilganlar Allah bilan uning payg'ambarlarining orasini Allahga ishonib payg'ambarlarga ishonmaymiz deyish bilan ajirtib etmoqchi bo'lganlar payg'ambarlarning ba'zisiga ishonamiz, ba'zisiga ishonmaymiz deguchilar uning ya'ni iymon bilan kufrning orasida o'ttir yo'l tutmoqchi bo'lganlar. Ani shular iymonni da'vo qilgan taqdirdimi rostilla kofirlardir. Kofirlarga xo'rlig'ichi azob tayyorladik. Allahqa va uning payg'ambarlariga iymon etgan, ulardan hech birining orasini ajirtib etmagan, ya'ni hammasiga iymon etgan kishilarga Allah ularning tegishlik ajrlarini ato qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilguchidir, nihoyatda mehribondir. Ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar sendan o'zlariga osmondan bir kitob tushirishni so'raydi. Ular Musadan buningdanmi cho'ngrog'ini so'rab, bizga Allohni oshkora ko'rsatgin degan edi. Shuning bilan ularning zulmi sababli ularni chaqmoq so'qdi, ya'ni osmondan bir o't kelib ularni halok qildi. Ular ro'shan mo'jizlar kelgandan keyin Mo'zayni ma'bud qilib oldi. Keyin biz ularni afu qildik. Biz Musaga uning rost payg'ambarligini isbotlaydigan mo'jizlardan ro'shan pokit ato qildik. Tavrat shariatini qabul qilmaganliklari sababli ulardan ahd olmoq uchun ustiga tur teg'ini tiklab qo'ydik. Ularga Baytul Muqaddas darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar dedik. Hamda ularga shanbining hurmatini saqlanglar, ya'ni shanbida beliq tutish bilan haddinglardan oshmanglar dedik. Ulardan bu haqda mahkam va'da oldik. Ular ahdini buzganliklari, Allohning oyatlarini inkor qilganliklari, payg'ambarlarni nahaq o'ldirganliklari va Muhammad alayhissalomga dillarimiz pardlangan, ya'ni so'zingni tushunmaydi deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Balki Allah ularning kufri sababidan dillarini pechatlayapti. Shunga ularning ozg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Yana ularning kufri, ya'ni İsa alayhissalomni inkor qilganliklari uchun va Maryamga cho'ng bo'hton chaplaganliklari uchun ularga la'nat qildik. Yana Allohning rasuli İsa ibn Maryamni haqiqatan o'ldirdik deganliklari uchun ularga la'nat qildik. Vaholanki ularning İsa'ni o'ldirgunimi yo'q, darga osqinimi yo'q. Va lekin ularga shubhi silindi. İsa'ni ostuq deb gumon qilib, İsa alayhissalomga o'xshab qolgan boshqa birsini osdi. İsa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ldirilganligi masalasida shubhidir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumong'ili asoslandi. Ular İsa'ni jazman o'ldirmadi. Balki Allah uni o'z tarafiga ko'tardi. Ya'ni İsa alayhissalomni Allah ularning sharridan qutuldirib, tirik holda osmonga elib chiqib ketdi. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ahli kitobdan
ya'ni Yahudilar va Nasaralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni İsa'nın haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etdi. İsa qiyomat kuni ular Yahudilarning İsa'ni darg'a ostiq degan davosining va Nasaralarning İsa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. Yahudilarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulmi va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazonini olganliklari va kishilarning pul mollarini nohaq yeganliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kofir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. Ularning ichidagi bilimi cho'nqur bo'lganlarga sana nazlı qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendin ilgari o'tgan payg'ambarlarga nazlı qilingan kitoblarga iymon etilgan mu'minlarga, namozni o'tiguchilarga, zakot berguchilarga, Allohga va oxirat kuniga iymon etuvchilarga jannatda mangu qilishdan iborat katta ajr ato qilamiz. Ey Muhammad, biz Nuhga va uningdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandek haqiqatan sana vahiy qildik. Hamda İbrahimga, İsmoilga, İsoqqa, Yaqubqa, Yaqubning avlodlariga, İsaga, Ayyubqa, Yunusqa, Harunga, Sulaymonga vahiy qildik. Davudga Zaburni ato qildik. Biz nurg'un payg'ambarlarni avatdik. Ularning orasida ilgari ey Muhammad, sana bayon qilganlarimizmi bor? Sana bayon qilmaganlarimizmi bor? Allah Musaga bevosita so'z qildi. Avatilgan payg'ambarlardan keyin Allohning oldida kishilar, ya'ni payg'ambar avatilgan bo'lsa, albatta iymon etatdim va itoat qilatdim deguchilarga bahona bo'lib qolmasligi uchun itoat qilguvchilarga jannat bilan xush xabar berguchi, osiylik qilguvchilarni do'zaxdan ogohlantirguchi payg'ambarlarni avatdik. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Yahudilar va Nasaralar sening payg'ambarligingga guvohlik bermasa, gunohi o'ziga. Lekin Allah sana nazil qilgan Qur'on orqali payg'ambarligingga guvohlik berdi. Allah Qur'onni boshqalar bilmaydigan o'ziga xos ilmi bilan nazil qildi. Farishtalarmi Allah sana nazil qilgan Qur'onga va payg'ambarligingga guvohlik berdi. Boshqalar guvohlik bermagandimi, Allah'ның guvohligi yetarlikdir. Shubhisizki kafir bo'lganlar va kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanlar haqiqatan qattiq ozdi. Shubhisizki kafir bo'lganlar va zulm qilganlarni Allah mag'firat qilmaydi. To'g'ri yo'lg'imi, ya'ni jannatning yo'lig'imi boshlamaydi. Ularni faqat jahannamning yo'lig'i boshlaydi. Ular jahannamda mangu qoladi. Bu, ya'ni ularni jahannamda mangu qoldirish Allohga oson. Ey insonlar, payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom sizlarga Parvardigoringlardan haq din elib keldi. Iymon etinglarki, bu sizlar uchun foydali. Agar inkor qilsanglar, ya'ni kufrni davomlashtirsanglar, Allah sizlardan bihojat. Chunki osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mahluqotidir, mulkidir. Allah bandalarining ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Ey ahli kitob, ya'ni Nasaralar jamoasi, dininglarda haddidan oshmanglar. Allah'ның sha'niga haq so'zdan boshqani aytmanglar.
ya'ni Allohga sheriki va bolasi bo'lishdan pok deb e'tiqod qilinglar. Masih İsa Maryamning o'g'li, faqat Allohning rasulidir. Sizlar gumon qilgandek Allohning o'g'li emasdir. Maryamga Allohning ilqi qilgan kalimasidir. Ya'ni otining vositasiz Allohning vujudga kel degan so'zidan yaratilgandir. Alloh tarafidan kelgan bir ruhdir. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon etinglar. Allah İsa Maryamdan iborat uchtur demanglar. Xudo uch deydigan e'tiqoddan qaytinglar. Bu sizlarga foydaliqdir. Allah faqat bir ilohdir. Bolasi bo'lishdan Allah pokdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, mahluqotidir. Allah yeterlik homidir. Masihmu Allohga yaqin farishtalarmu Allohga banda bo'lishdan hargiz bosh tortmaydi. Kimlarki Allohga bandichilik qilishdan bosh tortadigan va ko'ranglab ketadigan, bilsunki Allah ularning hammasini qiyomat kuni hisob elish va jazolash uchun o'z dargohiga to'playdi. İman etgan va yaxshi amallarni qilganlarga kelsak, Allah ularning amallarining ajrini to'liq berdi. Ne'matini ularga oshirib berdi. Allohga qulchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranglab ketganlarga kelsak, Allah ularga qattiq azob qiladi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa Allah'ның azabıdan qutuldirdigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ey insonlar, sizlarga Parvardigoringlar tarafidan shonliq mo'jizalar bilan kuchlantirilgan Muhammad alayhissalomdan iborat ochiq dalil keldi. Sizlarga ro'shan nurni, ya'ni Qur'onni nozil qildik. Allohga iymon etgan va uningga, ya'ni Qur'onga chin yepishib olganlarga kelsak, Allah ularni o'z rahmatiga va ne'matiga, ya'ni jannatga daxil qiladi va ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Ey Muhammad, sendan ota-onasi, bolasi yo'q meyitning mirosi to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytqinki, Allah ota-onasi, bolasi yo'q kishi qoldirgan miros to'g'risida fatvo berdi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, bolasi bo'lmasa, faqat bir hamshirisi bo'lsa, u tarakkining yerimini oladi. Agar u ayolning bolasi bo'lmasa, er bir tuqqini uning varisi bo'ladi. Ya'ni mirosning hammasini oladi. Agar ikki hamshirisi bo'lsa, ular tarakkining 3dan 2 hassini oladi. Agar varislar ham er, ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hassisi beriladi. Adashmasliqinglar uchun Allah sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Allah hamma narsani bilguchidir. Avlod ovozliq asarlari. Sura Maida 120 oyat. Madinadan nozil bo'lgan. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey mu'minlar, ahdilarga, ya'ni Alloh bilan sizlarning oranglardagi va sizlarning o'z oranglardagi ahdilarga vafo qilinglar. Sizlarga bu surada tövanda o'qib beriladiganlardan boshqa hayvonlar, ya'ni to'ga, kala, qo'ylarning hammasini zabi qilingandan keyin yeyish halol qilindi. Lekin sizlar ihrom yoki haramda bo'lganinglarda
shikarni halol sanamanglar. Shubhisizki Allah halol haram to'g'riliq xohlagan narsani hukm qiladi. Ey müminler, Allah'ның dinining alomatlarini, ya'ni hajda taatning belgisi hisoblangan ishlarni tark etish bilan shahri haramda urush qilishni, hadiyini, ya'ni Ka'baga atalgan qurbonlikqa daxli tarz qilishni, qalada, ya'ni hajda qurbonlik qilinadigan mol ekanligini bildirish uchun hayvonga isib qo'yilgan narsalarga cheqilishni, Parvardigorining fazlini va roziligini tilab Baytullohga haj uchun yoki umri uchun kelguchilarga cheqilishni halol sanamanglar. Ihromdan chiqqan chig'inglarda shikar qilsanglar bo'ladi. Biror qavm, ya'ni mushriklarning sizlarni Masjidi Haram ziyoratidan to'sqanligidan iborat dushmanligi hargizmi sizlarning ularga cheqilishinglarga sababchi bo'lmasin. Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiq. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'chqa go'shi Allohdan g'ayrining, ya'ni butlarning nomi tilga elinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ltirilgan hayvon, urib o'ltirilgan hayvon, igizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ltirilgan hayvon, yirtqush hayvonlar yerib o'ltirib yegan hayvonning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jini chiqmagan chaqda bo'g'izlaganlaringlar halol bo'ladi. Hamda butlarga elib berilib, uning yenida bo'g'izlangan hayvonlar haram qilindi. Azlam, ya'ni jahiliyat davrida pol uchun ishiltidigan 3 parcha yog'och bilan pol selishinglar haram qilindi. Bu gunohdir. Kafirlar bugun sizlarning dininglarni yo'qotishdan umidini uzdi. Ulardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Kimiki ochliqda, ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yesa gunoh bo'lmaydi. Allah mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyatda mehribondir. Ey Muhammad, ular sendan o'zlariga yemak ishmakdan nimalarning halol qilinganligini so'raydi. Aytqinki, sizlarga pok narsalar va it, qarchiga, qushqa o'xshash shikarga o'gitilgan, sizlar Allohning o'zinglarga o'gatgani bo'yicha o'gatgan ovchi jonivorlarning shikar qilgan narsalari halol qilindi. Ularning sizlar uchun ovlagan narsalardan yangla. Ovchi jonivorlarni shikarga qo'yib bergan chig'inglarda Allohning nomini yod qilinglar. Ya'ni bismillah danglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Bugun sizlarga pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning tamoqi sizlarga haloldir. Va sizlarning tamoqinglar ularga haloldir. Müminlardan bo'lgan afifa ayollarning sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan bo'lgan afifa ayollarning mahrini bersanglar, iffetlik bo'lguninglar va oshkori yo'chirin foyishini ko'zlamaguninglar holda ularni olsanglar, ular sizlarga haloldir. Kimiki imondan yenib oladigan yoki shariat ahkomlarini inkor qiladigan, uning amalining savobi yo'q chiqariladi. Oxiratda u ziyon tortquchilardan bo'ladi. Ey mu'minlar,
sizlar tahoratsiz bo'lib namoz o'qimoqchi bo'lib turguninglarda yuzinglarni yuyinglar, qo'linglarni jaynikinglar bilan qo'shib yuyinglar, beshinglarga masih qilinglar, putinglarni o'shiqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar. Agar kesal bo'lsanglar, suv ziyon qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanglar yoki sizlarning birsinglar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundirgan bo'lsanglar yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar, pok tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Allah sizlarga mushaqqatni xohlamaydi. Lekin Allah shukr qilishinglar uchun sizlarni pok qilishni, islom shariatini bayon qilish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. Ey mu'minlar, Allah'ның sizlarga bergan ulug' ne'matini va sizlar bilan qilgan muahidisini eslanglar. Ayni zamanda sizlar anladık ve itaat kıldık degan edinglar. Allah'tan korkunglar. Yani Allah'a bergen ahdini buzuştan saklaninglar. Allah hakikaten bendelerinin dillerideki sırlarını bilgiçidir. Ey müminler, Allah'ның haklarını ada kılışqa tirişinglar. Adillik bilen guvahlık beringlar. Birer kavimge bolgan öşmenlikinglar ularga adil bolmaslıklarga sebep bolmusun. Düşmanlarga adil bolonglar. Bu yani ularga öşmen turup adil boluşinglar taqvadarlıkka en yakındır. Allah'tan korkunglar. Allah hakikaten kılmışinglardan haberdardır. Allah iman etkan ve yaxşı amellerini qilganlarga mağbiret ve katta savab va'da qildi. Kafir bolgan ve bizning oyatlarimizni yalg'onga chiqargan kishilar ahli do'zaxdir. Ey mu'minlar, Allah'ның sizlarga bergan, ya'ni sizlarni düşmanlardan saqlaganlik ne'matini aslanglar. Ayni zamanda bir jame sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, ya'ni sizlarni o'ltirmoqchi bo'lgan edi. Allah ularning qo'llarini sizlardan to'sdi. Ya'ni sizlarning ularni ziyonkashlik qilishidan saqladi. Allah'ның emrini o'rinlash, mani qilgan ishlardan cheklanish bilan qo'rqinglar. Müminler Allah'a tevekkül qilsin. Şübihsizki Allah İsrail evladıdan mahkem ahdi aldı. Ularning orasidan, ya'ni 12 aymaqning har birisidan birdan 12 boshliqni kepillik uchun jabbarlarga, ya'ni amalıqlarga avatdiq. Hamda Allah, men sizlarga yordam berman. Ey İsrail evladı, Allah bilan qasamki, agar sizlar namozni ta'dil arkan bilan o'tsanglar, zakat bersanglar, payg'ambarlarimga iman etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allah'a qarzi hassana bersanglar, ya'ni Allah'ның yo'lida pul melinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqarman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimiki amal qilgan narsalarimni inkor qiladi ekan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi dedi. Ahdini buzganliklari uchun ularni rahmatimizdan ijro qildik. Ularning dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tevratning so'zlarini o'zgartib etdi. Ular Tevratda o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ey Muhammad, ularning
ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Agar tavba qilsa, ularni afu qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Allah haqiqatan yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Biz nasaramiz deganlardanmi Allahni bir deb tonishqa va Muhammad alayhissalomga iymon etishqa mahkam ahd oldik. Ular İncilda o'zlariga qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Buning jazosi uchun ularning orasiga qiyomatgacha adovat va düşmanlik saldik. Shu chaqda Allah ularga qilmishlarini aytib berdi. Ya'ni ular o'zlarining qabih amallarining jazosini tortadi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar sizlar kitobda, İncilda va Tavratda yoshirgan nurg'un narsalarni bayon qilib berdigan va yoshirgan narsalardan nurg'unini kechirdigan, oshkorlab sizlarni pash qilmaydigan rasulimiz keldi. Sizlarga Allah tarafidan nur, ya'ni Muhammad alayhissalom va ro'shan kitob, ya'ni Qur'on keldi. Allah shu kitob, ya'ni Qur'on orqali roziligini tilaganlarni salomatlik yo'llari, Allah'ның shariati va uning ahkomlariga yetaklaydi. İradisi bo'yicha ularni kufri qorong'uligidan iymonning nuriga chiqaradi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Maryam o'g'li Masih, ya'ni İsa Allohdir degan kishilar, ya'ni nasaralarning bir firqasi haqiqatan kafir bo'ldi. Ey Muhammad, aytqinki, agar Allah Maryam o'g'li Masihning onasini, ya'ni Maryamni va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Allah'ның irodasidan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Osmonlarning va zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allah'ga xosdir. Allah xolig'ini xalq etadi. Allah her narsaga qodirdir. Yahudilar va Nasaralar biz Allah'ның o'g'illaridirmiz, ya'ni ota boladek yaqinmiz va biz Allah'ның dinida bo'lg'ashqa do'stdirmiz dedi. Aytqinki, undaq bo'lsa, Allah nima uchun sizlarga gunohinglar tufaylidan azob qiladi? Balki sizlar boshqa kishilarga o'xshash Allah yaratgan insonsizlar. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi, xohlagan odamga azob qiladi. Osmonlarning, yer yuzining va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohga xosdir. Eng oxir boradigan joy Allohning dargohidir. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, bizga savob bilan xush xabar berguchi, azobdan ogohlantirguchi kemmidi demaslikinglar uchun payg'ambarlar uzilib qolgan bir zamonda sizlarga shariatni va uning ahkomlarini bayon qilib beradigan rasulimiz keldi. Haqiqatan sizlarga xush xabar berguchi va ogohlantirguchi, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Endi sizlarga o'zir qolmadi. Allah her narsaga qodirdir. O'z vaqtida Musa o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allah'ның sizlarga bergan ne'matini yod qilinglar. Allah o'z vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi, ya'ni o'zinglarni o'zinglarga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'ttirisidan yo'l ichib berish, bulutlarni soyvan qilib berish,
osmondan yemeklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. Ey qavmim, Allah sizlarga taqdir qilgan, ya'ni sizlarni kirishga amr qilgan muqaddas zaminga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Arqanglarga chekinmanglar. Bo'lmasa, ikkili dunyoda ziyon tarquvchilardan bo'lib qolasizlar. Ular, ey Musa, muqaddas zaminda kuchlik, ya'ni jasomatlik, qomatlik bir qavm bor. Ular Ad qavmining qoldiqi bo'lgan Amaliqalar. Ular chiqib ketmagicha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa, cho'qim kirimiz dedi. Allohdan qo'rquvchilardan bo'lgan, Allohning iymon bilan toatdan iborat ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalib ibn Yafunna bilan Yusha ibn Nun, ularga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar dedi. Ular, ey Musa, madomiki ular muqaddas yerdikan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Parvardigoring bilan birga berib, ikkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turayli dedi. Musa dedi: Parvardigorim, men faqat o'zimga va qarindoshlarimga egiman. Sen biz bilan itoatingdan bosh tortgan qavmning orasini ayirib etgin. Allah dedi: Ularning muqaddas yerga kirishi 40 yilgacha harom qilindi. Bu jarayonda ular zaminda adishib yurdi. Fosiq qavm uchun qayg'urmag'in. Ey Muhammad, ularga, ya'ni ahli kitobga va qavminga odamning ikki o'g'li, ya'ni Habil bilan Qobilning hikoyasini rostlik bilan o'qib bergin. O'z vaqtida ular, ya'ni Habil bilan Qobil ikkaylan qurbonlik qilgan edi. Birisi, ya'ni Habilning qabul bo'ldi. Yana birisi, ya'ni Qobilning qabul bo'lmadi. Qobil Habilga: "Men seni cho'qim o'ltirman" dedi. Habil nimishqa dedi? Qobil: "Allah sening qurbonligingni qabul qilib, meninkini qabul qilmadi" dedi. Habil aytdi: "Allah faqat taqvodorlarning qurbonligini qabul qiladi. Agar sen meni o'ltirishga qo'lingni so'zdigan bo'lsang, men seni o'ltirishga qo'limni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning Parvardigori Allohdan qo'rqaman. Men haqiqatan sen bilan bo'lgan gunohni, ya'ni meni o'ltirganlik gunohingni va sening ilgiriki gunohingni, ya'ni otang odamning amriga osilik qilganlik gunohingni ustingga ilib, ahli do'zaxlardan bo'lishingni tilayman. Kishilarga zulm qilguvchilarning jazosi shudur. U, ya'ni Qobilning nafsi uningga qarindishini, ya'ni Habilni o'ltirishni chiroyli ko'rsatdi. Shuning bilan uni o'ltirib, dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. Allah uningga qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'i avatdi. U tumshqi va ikki puti bilan yerni ko'lidi. U buni ko'rib: "Voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mush qog'ichilik bo'lishdan ojiz keldim-mu" dedi. Shuning bilan u nadomat qilguvchilardan bo'ldi. Shu, ya'ni Qobilning Habilni nahaq o'ltirganligi sababdan Tavratda İsrail avlodiga hukm qildikki, kimiki nahaq odam o'ltirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ltirsa, u butun insonlarni o'ltirgandek bo'ladi.
kimiki bir odamni tirildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishiga sababchi bo'lsa, u butun insonlarni tirildirgandek bo'ladi. Payg'ambarlarimiz Bani Isroilga rastla şanlıq möcüzələrini elib gəldi. Şuningdan keyin ularning, ya'ni İsroil avlodining to'lisi kufrida, odam o'ltirishda, ziminda haddidan oshquchilardan bo'ldi. Allah va uning rasuli bilan urush qiladiganlarning, yer yuzida buzg'unchilik qiladiganlarning jazosi shuki, ular o'ltirilishi yoki darg'a esilishi yoki o'ng qo'llari va so'l putlari kesilishi yoki surgun qilinishi kerak. Bu, ya'ni jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik elib kelguchidir. Oxiratda ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Sizlar tutib olishdan ilgari tavba qilganlar buningdan mustasno. Bilinglarki, Allah mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mu'minlar, maqsadga erishishinglar uchun Allahning azobidan qo'rqinglar. Allahga toat ibodat qilish, gunohdan saqlanish bilan yaqinchilikni tilanglar. Allah yo'lida jihad qilinglar. Yer yuzidagi barliq narsalar, yana shuningdek bir hassa keladigan narsalar kafirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allahning azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdimi, ularning fidyasi qabul qilinmaydi. Ular qiynig'uchi azobga duchor bo'ladi. Ular dozoqdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, ammo hargiz chiqolmaydi. Ular üzülüp qalmaydigan daimlik azobga qoladi. O'g'irlik qilg'uchi erning va o'g'irlik qilg'uchi ayolning qilmishini jazolab, Allah tarafidan ibrat qilish yuzsidan qo'llarini kesinglar. Allah o'z amrini ishga oshirishda g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimiki o'g'irlik qilib kishilarga zulm qilgandan keyin tövbe qilsa, amalini tuzisa, ya'ni o'g'irlik qilishdan yansa, Allah uning tövbesini qabul qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Bilamsanki, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xohlagan odamga azob qiladi, xohlagan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, dillarida ishonmay, og'izlarida iymon etdik deb qo'ydiganlar, ya'ni munofiqlardan va yahudilardan kufrga fursat topsalar, kufrni izhor qilishga oldiraydigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ular ahborlari to'qigan yolg'onga quloq soladi. Sana kelmagan, ya'ni o'shlik qilib sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmga, ya'ni Xaybar yahudilarining so'ziga quloq soladi. Ular Tavratning so'zlarini joylaridan o'zgartirib etadi. Ya'ni Allohning ahkomlarini boshqalarga almashtirib etadi. Ular agar sizlarga bu hukm berilsa, uni qabul qilinglar. Agar u berilmasa, qabul qilmanglar deydi. Allah bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dabi qilishga qodir bo'lanmaydi. Dillarini qilmishi qabih bo'lganlikdan, kufrdan pok qilishni Allah xolamagan kishilar ana shulardir. Ular dunyoda rasvolikqa, oxiratda cho'ng azobga qoladi. Ular yolg'onga quloq solg'uchilardir. Para va jazoniga o'xshash haromni yeguchilardir. Ey Muhammad, agar ular sening oldinga davolashib kelsa, ularning orasida
hüküm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ya'ni ularning orasida hüküm chiqarish yoki ulardan yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular sana qilchi ziyon yetkazolmaydi. Chunki Allah seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hüküm qilsang, odillik bilan hüküm qilgin. Allah haqiqatan odillarni do'st tutadi. Ularning yanida Allah'ның hükmünü öz içige algan Tevrat tursa, yani Tevrat'taki hükümlerini körüp turup amel kılmayıvatsa, ey Muhammed, qandaqça seni hüküm çıkırışqa teklif kılıdı? Andın keyin, yani hakikat aşkarı bolgandın keyin, senin hükmündün yüz örüydü. Ani şular Tevrat'kı mı, sana mı işenmegüçülerdir. Biz haqiqatan Musaga Tevratni nazlı qildik. Tevratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allohning hukmiga bo'ysungan payg'ambarlar Yahudilar orasida Tevrat bilan hukm qiladi. Yahudilarning zohidlari va o'limalarimi o'zgartishdan saqlashga buyurilgan Kitobulloh, ya'ni Tevrat bo'yicha hüküm qiladi. Ular Tevratni o'zgartishdan saqlashga nazoratchi edi. Yahudilarning o'limalari, kishilardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mol, mansab va pora uchun oyatlarimning hukmini o'zgartib etmanglar. Kimlarki Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hüküm qilmaydikan, ular kafirlardır. Ular, yani İsrail avlodiga Tevratda shundoq belgiladiki, canğı can, yani nahaq odam o'ltirgan o'ltiriladi. Ko'zga ko'z, yani kishining ko'zini nahaq quyayotgan odamning ko'zi quyib etiladi. Burunga burun, yani kishining burnini nahaq kesganning burni kesiladi. Quloqqa quloq, ya'ni kishining quloqini nahaq kesganning quloqi kesiladi. Tishqa tish, ya'ni kishining tishini nahaq to'kkanning tishi to'kiladi. Va kishini qandoq yardar qilgan bo'lsa, shundoq yardar qilinish bilan qisos elinadi. Kimiki jinoyatchini afu qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kafarat bo'ladi. Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Ularning, ya'ni Bani İsrail payg'ambarlarining orqasidan o'zidan ilgari nazil qilingan Tevratni, ya'ni uning Allah tarafidan nazil qilinganligini e'tirof qilguvchi İsa ibn Maryamni avatdik. Uningga hidoyat bilan nurni o'z ichiga olgan İncilni ato qildik. İncil o'zidan ilgari nazil qilingan Tevratni e'tirof qilguvchidir. Ya'ni uningga muvofiqdir. Taqvodorlarga hidoyat va pandi nasihatdir. Ahli İncillar, ya'ni Nasaralar Allah İncilda nazil qilgan ahkamlar bo'yicha hukm qilsin. Allah nazil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir. Ey Muhammed, biz sana o'zidan ilgiriki samaviy kitoblarni e'tirof qilguvchi va ularga shohid bo'lguvchi haq kitobni, ya'ni Qur'onni nazil qildik. Ey Muhammed, ularning orasida Allah sana nazil qilgan Qur'on ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ey ummatlar, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Allah xolisa, albatta sizlarni bir ummat qilatdi. Ya'ni bütün insonlarni bir dinda qilatdi.
lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga oldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Alloh sizlarga aytib berdi. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'onning ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Ularning nafsi xohishlariga ergashmagin. Ularning Alloh sana nozil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechtirishidan saqlangin. Agar ular Alloh sana nozil qilgan hukmdan yuz o'risa, ey Muhammad, bilginki ularning bir qism gunohlari tufaylidan Alloh ularni jazolashni iroda qiladi. Shah shubhisizki kishilardan nurg'uni fosiqdir. Ya'ni Parvardigorining toatidan bosh tortib, haqqa xiloflik qilib, gunohga cho'mgichilardir. Ular jahiliyat davrining hukmini talab qilamdi. Allohga chin ishonadigan qavmning nazarida hukmda Allohdanmi adil kim bor? Ey mu'minlar, Yahudi va Nasaralarni do'st tutmanglar. Ular bir-birini do'st tutadi. Sizlardan kimiki ularni do'st tutar ekan, umu ana shulardan sanaladi. Allah zalim qavmni haqiqatan hidoyat qilmaydi. Dillarda kasallik, ya'ni munofiqlik borlarning zaman o'zgarib, kafirlar zafar topsa, o'zimizga bir falokatchilik kelishidan qo'rqimiz deb, ular bilan do'st bo'lishga oldirganligini ko'rsan. Allah Rasulullohga, musulmonlarga g'alaba, ya'ni Mekkani fathi qilishni ato qildi. Yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini fosh qilishni maydonga keltirdi-da, ko'nglida yo'shirg'inini, ya'ni mu'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekidi. Bu munofiqlarning musulmonlarga qilgan hiyli mikri fosh qilinganda mu'minlar bir-biriga sizlar bilan cho'qim birli ekanliklariga Alloh nomi bilan qattiq qasam ichishganlarmi, shu kishilarmi deydi. Ularning, ya'ni munofiqlarning qilgan amallari bekor bo'ldi. Ular dunyo va oxiratda ziyon tortquchi bo'ldi. Ey mu'minlar, sizlardan kimiki murtad bo'ladi ekan, Alloh uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularmu Allohni do'st tutadigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kafirlarga shafqatsiz Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilg'uchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Bu, ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allohning fazlidirki, Allah uni bandalaridan xohlagan kishiga berdi. Allohning fazli kengdir. Allah hammani bilguchidir. Shubhisizki sizlarning do'stinglar Allohdir. Allohning rasulidir va mu'minlardirki, mu'minlar ta'dil arkan bilan namoz o'taydi, zakat beradi. Ular Allohning amriga kamtarlik bilan bo'ysung'uchilardir. Kimiki Allohni, Allohning payg'ambarini va mu'minlarni do'st tutar ekan, u Allohning jamoasidandir. Allohning jamoasi albatta g'olibdir. Ey mu'minlar, sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan dininglarni masxira va o'yinchoq qilganlarni do'st qilib olmanglar. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, Allohdan qo'rqinglar. Sizlar namozga chaqirgan, ya'ni azon aytgan chig'inglarda ular namozni ham sizlarni masxira va o'yinchoq qiladi.
Bu şunun üçünki ular namazning hikmetini ve namazning nefsini paklashdiki g'oyasini tushunmas qavmdir. Ey Muhammed, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudi ve Nasaralar camiasi, faqat bizning Allohga, bizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, buningdan ilgari payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz uchun va sizlarning ko'pchilikinglar fosiq bo'lganliginglar uchun bizni ayblamsizlar? Ey Muhammad, aytqinki, sizlarga Allohning nazridagi buningdanmi yomon jazoni aytib beraymi? U shundoq kishilarning jazosiki, Allah ularni rahmetidan ijro qildi ve ularga g'azab qildi. Allah ularning bir qismini maymun ve cho'shqi qildi. Bir qismini shaytonga ibodat qiladigan qildi. Ani shularning o'rni eng yomondir. Ya'ni do'zaxdir. Ular to'g'ri yo'ldan eng adashqandir. Yahudilarning munofiqlari yeninglarga kelgan chaqda biz iymon etdik deydi. Vaholanki ular ey Muhammad, yeningga kufr bilan kirib, kufr bilan chiqib ketdi. Ya'ni senden anlagan ilimden foydalanmadı. Allah ularning yoshirgan narsasini, ya'ni nifaqini ve kufrni obdan biladi. Ular, ya'ni Yahudilarning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm selishga ve haram yeyishga oldiraydiganligini ko'rsan. Ularning qilmishlari nima degan yomon. Ularning zohidlari, ahborlari nimishqa ularni yolg'on so'zlashdan, haram yeyishdan to'smaydi? Ularning qilmishlari nima degan yomon. Yahudilar Allah'ның qo'li bağlaqlıqdır. Yani Allah bexildir yoki peqirdir dedi. Yahudilarning qo'llari bağlansın. Ular bu so'zlari sabablik Allah'ның rahmetidan ijro qilindi. Amalda Allah'ның ikki qo'li ochiqdir. Qandoq xolisa shundoq rizq beradi. Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan Kur'an ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrni oshirdi. Ya'ni ularning sana düşmanligini ve Kur'an'ni inkar qilishini ziyoda qiladi. Biz ularning orasiga qiyomatgacha davomlashadigan o'shmanlik ve düşmanlikni soldik. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Allah onu o'chiradi. Ular yer yüzüde İslamga suiqasd qilish ve musulmonlar orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yuriydi. Allah buzg'unchilik qilg'uvchilarni yoqtirmaydi. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar ve Nasaralar Allah'a ve onun peygamberiga haqiqiy iymon etsa ve Allah cheklagan ishlardan parhez qilsa edi, ularning gunohlarini biz cho'qim kechiratdik. Ularni cho'qim nozun nimmatlik jannatga kirgizatdik. Agar ular Tavratga, Injilga ve Parvardigori tarafidan ularga nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustlaridan ve oyoqlari ostidan yariydi. Ya'ni ularga osmon zimindan keng rizq beriladi. Ulardan bir jami, ya'ni Muhammed aleyhisselamga iman etkanlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qilg'uchilar. Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarga hammasini yetkizgin. Agar to'liq yetkizmasang, Allah topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Allah haqiqatan kafir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad,
aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmag'ucha, sizlar e'tiborga olgudek dindi bo'lgan bo'lmaysizlar. Parvardigoringdan nozil qilingan ahkomlar ularning ko'pchiligida yomonlik va kufrni oshirdi. Kafir qavm uchun qayg'urmag'in. Chunki payg'ambarlarni yolg'onga chiqarish ularning odatidir. Müminlardan, Yahudilardan, farishtalarga va yulduzlarga cho'qing'uchilardan, Nasaralardan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Biz Bani Isroildan haqiqatan chin ahd oldik. Ularga dinning ishlarini bayon qilib berish uchun payg'ambarlarni avatdik. Ularga har qachon biror payg'ambar ular yoqtirmaydigan ahkomni elib kelsa, ular payg'ambarlarning bir bo'ligini yolg'onchi qildi, bir bo'ligini o'ldirdi. Ular biz Isroil avlodi payg'ambarlarni o'ldirish bilan azobga duchor bo'lmaymiz deb o'yladi. Ular ko'r bo'ldi, ya'ni haqiqatni ko'rmadi. Ular g'as bo'ldi, ya'ni haqiqatni anglamadi. Ondan keyin ular tavba qildi. Allah ularning tavbasini qabul qildi. Ondan ularning nurg'ini, yana haqni ko'rishdan ko'r bo'ldi. Yana pandi nasihat anglashdan g'as bo'ldi. Allah ularning qilayotgan ishlarini ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki Allah Maryamning o'g'li Isodir deguchilar kafir bo'ldi. İsa, ey Bani Isroil, mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar. Kimiki Allohga sherik keltirdikan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladigan, Allah uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi dozoq bo'ladi. Zolimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allah'ның azabidan qutuldirguchi bo'lmaydi dedi. Allah üç ilahning biridir deguchilar sheksiz kafir bo'ldi. Bir ilahdan boshqa hech ilah yo'qdir. Agar ular aytayotgan so'zlaridan qaytmasa, ularning ichidagi kafir bo'lganlar dunyo va oxiratda qattiq azobga qoladi. Ular Allohga tavba qilmamdi. Allah'tan mağbiret talep qilmamdi. Allah tövbe qilg'uvchilarga nihoyatda mağbiret qilg'uchidir. Nihoyatda mehribondir. Maryam o'g'li İsa faqat o'tgan payg'ambarlarga o'xshash payg'ambardir. Uningdan ilgari nurg'un payg'ambarlar o'tgan. Uning onasi nihoyatda rostchil xotindir. U ikkisi tamoq yeydi. Yana ularmu boshqa mahluqotlarga o'xshashla go'sh, so'ngak, tomir va paylardan tarkib topgan edi. Ularga, ya'ni ularning e'tiqodining botilligiga oyatlarimizni qandoq bayon qiladiganligimizga qarag'in. Ondan ularning haqdan qandoq bosh tortadiganligiga qarag'in. Ey Muhammad, sizlar Allohdan boshqa sizlarga foyda ziyon yetkazishga qodir bo'lolmaydigan narsalarga cho'qinamsizlar degin. Allah bo'lsa so'zinglarni anglab turg'uchidir. Ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Ey Muhammad, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasaralar, dininglarda haqsiz ravishda chekdan eshib ketmanglar. İlgiri o'zlari ozgan nurg'un kishilarni ozdirgan va to'g'ri yo'ldan adashgan qavmning nafsi xohishlariga agashmanglar degin. Bani Isroildan kafir bo'lganlarga Davudning va Maryam o'g'li İsa'ning tili bilan, ya'ni Zaburda va Injilda la'nat qilindi.
Bu yani ularning la'natga uchrashi, ularning osiylik qilganliklari va haddidan ishib ketganliklaridan bo'ldi. Ular o'zlari qilgan yomon ishlardan bir-birini to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon? Ular yani Yahudilarning ichida nurg'unlarining kafirlarni, yani Rasulullohni va musulmonlarni o'sh ko'rish yuzidan mushriklarni do'st tutganligini ko'rsan. Ularning o'zlari uchun oldin tayyorlangan amallari nima degan yomon? Bu amallar ularga Allohning g'azabini elib keldi. Ular mangu azobga qolg'uchilardir. Agar ular Allohga, payg'ambarga va payg'ambarga nozil qilingan kitobga iymon etsa edi, kafirlarni do'st tutmaydi. Lekin ularning to'lisi fosiqlardir. Ey Muhammad, Yahudilar va mushriklarning mo'minlarga hammadan qattiq dushman ekanligini cho'qim bayqaysan. Biz Nasara degan kishilarning do'stlik jihatda mo'minlarga hammadan yaqin ekanligini mu cho'qim bayqaysan. Bu Nasaralarning ichida o'limalar, rahiblar bo'lganligi va haqni qabul qilishda takabburlik qilmaydiganliklari uchundir. Avlod ovozliq asarlari.